Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana mana bugun bir tog'amizni davleni 200 bilan kelgan ekan, qon bosimi. O'tgan yili hijom olgan ekan, yaxshi bo'ldim dedi. Hozir yana shu bahor oyi meniki boshlanyapti dedi. Hijoma qildik. Hijoma rezultatini ko'ramiz o'zlaridan eshitib. Hijoma oldingiz qanday? Boshlaringiz yaxshi bo'lib qoldimi? Xudoga shukr, yaxshi. Bosh og'riqlar ketdimi? Ketdi. Ukol dorilar oldingiz, vaqtinchalik kana bo'ldi-ya. O'tgan yili kelganmidingiz oxir safar? O'tgan yil mana shu oyda keldim. Bahorda keldingiz. Qanday bo'ldingiz o'shandan keyin? Shundan keyin otday bo'ldim. Ko'p xususiyalar yotib ukollarni olib hech foyda ko'rmadim. Mana sizga kelib otday bu shunday yaxshi ketdi. Mana 1 yildan keyin yana ko'zini kelib mana siz mana oludingiz. Bir yengillashib mana hammasi joyida bo'lib mana xursand bo'lib chiqib ketyapman. Aynalar aytadi bilan solay. Borlaringizga shukr. Avvalambor Alloh shifo beradi hammaga, biz sababchi bo'lamiz. Siz Agar kimdadir shu qon bosimi tushmayotgan bo'lsa, magnitni ob-havolarda kimdadir boshida tromblar bo'lsa, buyrakda shamollash, oyoqda revmatizmlar bo'lsa, qon bosimi oshib ketadi. Cherepное давление, ko'zda glakoma bo'lsa, o'shalarni hijoma qilib, tabiiy yo'l bilan davolab beramiz. Bizning manzilimiz Jizzax shahar Madad shifo klinikasi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.